9, 10, 11, 12, 13. Dada, kartoshkani ham sotdi, piyozni ham sotdi. Endi telefon berasiz? Adashtirib yubording, qalay? Nima qildim men hozir masalan? Birinchi qildimmi men birovga? Nuqqa shunday qilasiz. Piyozni ham dalada o'zim ekdim, kartoshkani ham ekdim. O'tgan devon beraman deb zarat olib chiqdingiz. Olib berasizmi telefon? Telefon, mana telefon. Вот это поворот! Telefon, mana bularni kim sotadi? Piyozlarni sot. Olib bermasa, bo'lmasa, men praktikaga kechqurun kartoshka kelgansiz, onamga aytaman. Na mehr qoldi, na hurmat qoldi. Men ham ko'rib qoldingmi, kasyolcha kechqurun uxlasang bo'lmaydimi? Bo'ldi, telefon bo'lsa olib beramiz. Senga ham olamiz, opchangga ham olamiz, onangga ham olamiz. Yur, o'g'lim. Texnocity'ning yangi yo'ldagi filiali bu. Buni Gulistonda ham, Chirchiqda ham, Bekobodda ham ko'p filiali bor. Katta do'kon, kiramiz shaqa. Tabi, nima qilyapti? Telefon olamiz. Do'ppim qani do'ppim? Do'ppim nega olmaysan? Ketdi dada. Bu Honor 89 mingdan opachangga. Mana bu yangi chiqqan Honor X7 da 129 mingdan. Onajoningga bu. Kimga bu? Onajoningga. Ada, bularni olishga pasportimiz yo'q-ku. Sen ham yema bolam. Meni pensionni klishkam bor. Ada, menga hech narsa yo'qmi? Kartoshka sotdim, piyoz sotdim. 10 tasi 459 ming ekan. Mashina olib berasiz menga. Nima 10 tasi? Sen kechqurun uxlagin. Senga mana. Sarpishi. Мои кайф заработан потом и кровью.